Assalomu alaykum. Uzumshi navandalari, sizlarga bitta savol bilan murojaat qilyapman. Mana bu nav Adora Seeds. O'sha Pandora nomi bilan mashhur bo'lgan keshpishar nav, o'sha donni 20 grammgacha bo'ladi deb maqtalgan kishmish navi. Bu yil mana shuni ko'kka qora payvand qilgan edi. Nishona hosil berdi. Pishib tugab qoldi. Adora shunaqa tez pishadimi? Payvandda aksincha yana ham kechroq bo'lish kerak edi. Mana bu yerda ham Adora. Bu ham mana shu ikkita joyga payvand qilganman, pishib tugab qoldi. Bu Adorami yoki lekin kishmish edi. Mana Adora Seedless. Endi arra 30 payvand qilganman. Menda u 2 yildan buyon bor. O'zini ona daraxtida ham tuyuribdi. U pishgani yo'q. Mana bu arra 32 shu Adora Seedless bilan bir haftada bir vaqtda payvand qilingan narsa. Bu endi rang oldi, hali pishgani yo'q. Endi buni xarakteristikasida shu kech pishar deyilgan, o'sha oktyabr oyi deyilgan, noyabr oyida bemalol tok qaychi bilan kesib olaverasiz degan. Banda haqiqatda qattiq pishgani yo'qda bu. O'sha bandagi shu Adora Seedlessmikan yoki boshqa navmi? Kimda Adora bo'lsa, Pandora bo'lsa, pishdimi sizlarda yoki pishmadimi? Shuni yozib yuboringlar, aytib yuboringlar, aniqlaylik.